Assalomu alaykum, rahmatulloh. Cavallo brendidan Suv 7 modelimiz. Ajoyib faralar. Faralari juda chiroyli yonadi. Pavoratlari ham chiroyli. Pavoratlari ham o'ziga xos, ancha chekkaga joylashgan pavorotlar. Va albatta yomg'irli havolar uchun dvornik. Skuterimizni o'rindiqlar soni 3 kishiga mo'ljallangan. Orqasiga 2 kishi. Oldida bitta shofyorni o'ziga. USB-lari bor, cho'ntaklar bor. Ikkala tarafida ham tablolar elektronik va zadniy kamerasi ham mavjud bunda. Zadniy kamerasi mavjud bor bunda. Jitkis tormoz bo'ladi, uni oldi tormozi jitkis bo'ladi. Chap qo'lda ham tormoz bor, orqani ushlaydi. Oyoqda ham bor tormoz. Va albatta pultlar ham bor. Skuterda понижение ham mavjud bunda, balandliklarga chiqish uchun. Orqadan ko'rinishlari, stop chiroqlar, chiroyli. Orqa o'rindiqning tagida maxsus joy bor. Bu narsa solish uchun yopinchilari bor. Klinka kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bundan boshqa skuterlarimiz yana mavjud. Qanaqasidan kerak? Boshqachalar ham bor. Aloqaga chiqaveringlar, batafsil ma'lumot beriladi.